Farg'ona viloyati Furqat tumaniga. Assalomu alaykum, tog'a. Assalom. Xudo xohlasa yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Nima ishlar uchun oldingiz endi buni? Endi o'z qishloq xo'jalikka, o'zimizni xo'jalikka ishlatishga. Uchimcha shu orqasi. Mahalla ichiga. Mahallaga. Furqat tumanida ish bo'lib qolsa mabodo aloqaga chiqaveradi tog'a. Bir kubalik chilisnoy variantimizni mana Farg'ona viloyati Furqat tumaniga oldilar. Mana akalarimiz, nevaralar, o'g'illar, o'rtoqlar. Aha. Yaxshi kunga ishlataylik. Xudo xohlasa. Rahmat. Xudo xohlasa. Elga xizmat. Ha, o'zi nimaga endi buni tanladingiz, og'a? Bizga shu ma'qul kelib qoldi. Buni funksiyalari ko'p. Hamma narsa sharoiti. Ha. Endi bu yengil mashinadek gap ekanda. Ha, shunday. Konditsioner, kamera. Bitta farqi kuniga pul topadi-da. Bu pul topar. Mayli aka, yaxshi kunlaringiz xizmat qilsin, xudo xohlasa. Mana akalar, bir kubalik jag'lik variantimiz, mana kovush ochiladigan variantimiz. Konditsioner, pechka ham budovsi bo'ladi. Turbina motor 58 kilovat, 78 ot kuchi bo'ladi. Orqa protavisda to'ldirilgan, hamma udovsi bo'ladi. Mana akalarimiz o'zi olib ketishni boshlashyapti. O'zi kecha kelgan akalar bu. O'zi bugun olib ketishni boshlashdi akalar. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Jag'lik, chilisli variantlarimiz ham bor. Og'a sog' bo'ling. Charchamang.